Eh, va nihoyat men qochib keldim qamoqdan. Endi meni aniq hech kim tutolmaydi. Xo'sh, men endi bu yerda joylashib turishim kerak vaqtinchalikka. Xo'sh, unda men kerak narsalarni joylashtirishim kerak. Xo'sh, qani unda mana buni joylashtirib olamiz. Qani, mana bo'ldi. Video ko'rib ham zerikib ketdim. O'zi ham aytgancha hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni. Aytgancha pechkam o'chib qopti do'stlar. Yo'mayo, o'tin olib kelishim ham esimdan chiqib qopti. Hammaylar do'stlar, unda o'rmondan daraxt chopib kelamiz. Motor arramni olamiz. Unda qani endi tashqariga chiqishimiz kerak. Xo'sh, mana bunday aytgancha do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar, chunki bizni atiga 3% odam obuna bo'lib tomosha qilyapti ekan. Bu esa juda ham yomon degan do'stlar, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, qani unda men o'rmonga borishim kerak. Bu tarafdan tezroq borsak, mana shu tarafda yaxshiroq daraxtlar chiqish kerak edi. Agar esimdan chiqib qolmagan bo'lsa, hammaylar do'stlar, unda hozir men video kamerani o'chirib turaman. Xo'sh, mana do'stlar, men o'rmonga kelib oldim. Endi shu yerlardan daraxt chopishni boshlasak bo'laveradi. Hammaylar, unda mana shu yerlardan daraxt chopamiz. Stop, men nima bo'lyapti edi? Nima? Bu yerda qandaydir qutilar turibdimi? Yo'mayo do'stlar, borib ko'rish kerak yaqinroqdan. Nima? Bu yerda kimdir yashaydimi do'stlar? Juda ham g'alati, o'rmonda bunaqa qishda hech kim yashamasa kerak. Hammaylar borib ko'rishimiz kerak do'stlar. Oyog'im yomon tushdi lekin. Xo'sh, unda tezroq boramiz do'stlar. Qani nima? Bu olov do'stlar, bu olovni aniq yaqinda yoqilganligi bilinib turibdi do'stlar. Mana bu yerda esa chodir. Xo'sh, bu yerda esa qandaydir qutilar va bu qutilarning ichida nima bor ekan? Xo'sh, qani ko'ramiz. Nima? Pistolet va har xil qurollar do'stlar. Bu qutilarning ichida o'zi nima bor? Granata. Yo'mayo do'stlar, granata ham bor ekan bu qutilarning ichida. Qani nima? O'qlar. Yo'mayo do'stlar, o'zi bu yerga kim kelgan? Juda ham g'alati. Shuncha qurollar, granata. Aniq bu yerda qandaydir jinoyatchi yashayotgan bo'lishi kerak. Do'stlar, bo'lmasa shuncha qurollar, granatalar bu yerdan kelib qolmasa kerak. Do'stlar, unda aniq jinoyatchi hozir kelib qolishi mumkin. Nima? Hozir do'stlar kelib qolyapti kimdir. Qani. Yaxshi, bizni hech kim ko'rmadi. Va nihoyat dam olsam ham bo'ladi endi. Endi maza qilib dam olaman. Yo'mayo do'stlar, bizni ko'rib qolishiga ozgina qoldi, lekin hammaylar aniq bu yerdagi jinoyatchiga endi politsiya chaqirish kerak. Xullas, xo'sh do'stlar, unda men hozir politsiya chaqirishimga to'g'ri keladi. Bo'lmasa bu jinoyatchi aniq nimadir yomon ish qilib qo'yishi aniq. Chunki o'zingizlar ham bildinglar. Xo'sh, qanunda politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Alo, bu politsiyami? Ha, politsiya bu. Xo'sh janob, ishingiz nima? Shu haqida ayting. Assalomu alaykum. Men 27-qishloqning oldidagi o'rmonda bitta mahbus bor ekan. U qurollari ham bor, granatalar va har xil qurollar. Shunga kela olasizlarmi 27-qishloqning oldidagi o'rmonga? Ha, albatta janob. Hozir biz yetib kelamiz. Biroz vaqt kutib turing. Xo'p, unda bo'pti. Do'stlar, politsiyani ham chaqirdim. Unda politsiya kelishini kutamiz do'stlar. Undan keyin bu mahbusni o'zini qamoqxonasiga jo'natib yuboramiz do'stlar. Unda hammaylar politsiya kelishini kutib turishimizga to'g'ri keladi. Stop do'stlar. Sizlarga o'zimning dizayn kanalimni tavsiya qilaman. Bu kanalda siz avatarkalar, prevyular va hamda shunga o'xshash narsalar tayyorlashingiz mumkin. Dizayn kanalimizning silkasi esa video kommentariyasida bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana janob, mana bu qurol orqali siz mahbusni o'zidan hushidan ketkazishingiz mumkin. Chunki bu elektrli qurol va bu mahbusni vaqtinchalik bo'lsa ham hushidan ketkazadi.
Ha, xo'p, unda hozir men mahbusni hushidan ketkazaman. Xo'sh, qani do'stlar, mahbusni xullas mahbusni hushidan ketkazish kerak. Xo'sh, hammanglar chekkadan o'tishimizga to'g'ri keladi. Sovuq suv bo'lsa ham hammanglar qani sekinroq o'tamiz do'stlar. Qani mana bo'ldi, chiqib oldim. Bo'ldi. Meni mahbus ko'rib qolishiga ozgina qoldi. Qani chekkaga berkim olaman. Ha. Endi meni aniq hech kim topolmaydi va men bu qurollar orqali qishloqlarni bosib olsam bo'ladi. Yo'q, do'stlar, meni ko'rib qolishiga ozgina qoldi. Hammanglar qani unda orqasidan sekin boramiz. Qani hozircha bizni ko'rgan yo'q, qani. Qo'ling ko'tar. Men senga aytyapman, qo'ling ko'tar, bo'lmasa men seni o'ldiraman. Nima? Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Qani qurolim? Mana senga, mana. Mana do'stlar, endi u hushidan ketdi. Hammanglar, hozir men politsiyachilarni chaqirib kelishim kerak. Xo'sh, bu aniq hushidan ketgan bo'lishi kerak. Qanunda politsiyachilarni chaqirishim kerak. Aytgancha. Xo'sh, qani do'stlar, videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki kanalimizda atigi 3% odam obuna bo'lib tomosha qilyapti. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, hammanglar do'stlar, endi men politsiyachilarni chaqirishim kerak. Mana shu yerdan tepaga chiqib olamiz. Xo'sh, qani mana shu yerdan tepaga chiqib olsak, mana va nihoyat politsiyachilarning oldiga yetib keldim. Janob politsiyachilar, men mahbusni hushidan ketkazdim. Endi borib uni qo'lga olishinglar ham mumkin. Rahmat, kattakon rahmat. Siz bo'lmaganingizda u mahbus balki jinoyatlar qilishi mumkin edi. Hammanglar, unda biz o'z ishimizni qilishimiz kerak. Sizga esa kattakon rahmat. Hammanglar arzimaydi. Aytgancha do'stlar, video shu joyda tugaydi. Albatta videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan men Denni bo'ldim. Xo'sh, unda hammanglar do'stlar, unda men uyimga borishim kerak endi. Yaramas, Denni. Endi u keyingi safar mendan ko'radi. Keyingi safar men uni o'ldiraman.